İslam tarixiy kitoblarida Shurayh qozining hayron qolarliq aql parosati, favqulodda zirakligi va adolati so'zlanadigan nurg'unlagan hikoyalar bor. Bir kuni 4-xalifa Ali ibn Abu Talib jihad maydonida ishlatadigan qimmatbaho temir qalqinni yo'qotib qo'ydi. Xalifa Ali uzun o'tmayla Kufa bozorini aylanib o'tib, o'zining hiliq qalqinni bir yahudiyning qo'lida ko'rib qoldi. Yahudi uni sotmoqchi bo'lib turayotgan edi. Xalifa Ali qalqonni tunibla, "Bu mening qalqinim. Palani kecha palani yerda tugamdan tushib qolgan" dedi. Yahudi, "Yo'q, bu mening qo'limdagi narsa qandoqsiga sizning bo'lib qoldi, xalifa hazratlari?" Bular shundoq talashib, oxiri bu masalani adil betaraf qilish uchun shu zamondagi Kuf shahrining qozisi Shurayh qozining yoniga bordi. "Nima ish bo'ldi, xalifa hazratlari?" dedi qozi adab bilan. "Bu mening qalqinim edi. Aramizda savdo satiq bo'lmagan yoki men uningga buni bervatmagan. Lekin men qalqonni uning qo'lida ko'rdim" dedi. Qozi Yahudiga qarab, "Buningga nima deysan?" Yahudi, "Bu qalqon mening qalqinim. Men xalifa hazratlarini yolg'onchilik bilan ayblamayman, ammo qalqon mening qo'limda tursa, qandoqsiga uning bo'ladi?" Qozi xalifa Aliga qarab, "Xalifa hazratlari, sizning so'zlari rost bo'lsa-mu, ammo bu kishining qo'lidagi narsani sizga elib berish uchun bu qalqonning sizga oid ekanligini isbotlaydigan ikki odil guvohchi yoki isbot bo'lishi kerak" dedi. "Bor, xizmatchi Qunbur va o'g'lim Hasan guvohlik beradi" dedi. Qozi balaning dadasiga qulning xo'jayiniga bergan guvohligi shariatda e'tiborga olinmaydi dedi. Xalifa Ali hayron qilib, "Subhanalloh, mundaq ishmi bo'lamdi? Jannat bilan bishorat berilgan kishining guvohligi o'tmamdi endi. Qandoqsiga ularning guvohligi o'tmasin?" dedi. Qozi, "Gaplari to'g'ri, biroq shariat hukmidir. Balaning dadasining manfaatiga, qulning xo'jayinining manfaatiga guvohlik berib qilish ehtimoli bo'lganligi uchun shariatda bu guvohlik qabul qilinmaydi" dedi. O'zining qalqiniga ega bo'lolmayotgan xalifa Yahudiga qarab, "Bo'pti, sana qolsin. Mening ulardan boshqa guvohchim yo'q" dedi. Islom hukmi oldida, yana kelib odatdagi bir shaharning qozisining oldida butun dunyo musulmonlarining xalifasining bosh egib turganligini ko'rgan Yahudi nihoyat hayron qilib, "Undaqda men shohid bo'lay. Bu sizning xalifa hazratlari. To'g'ri Xudoyim, xalifa Ali men bilan davolashib, odatdagi bir shaharning qozisining oldiga hukm so'rab keladi. Qozi texi u qalqonni xalifaga emas, menga hukm qilib beradi. Adolatga, haqiqatga chaqiradigan bu dinning haqiqat ekanligini bildim" dedi-da, shu hamon shahodat kalimasini o'qib musulmon bo'ldi. "Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadar Rasululloh." Qozi janoblari, bu qalqon xalifa hazratlarining qalqini. U Siffin urushi taraf ketayotganda men qo'shinning keyindan manga edim. Tuyuqsiz bu qalqon tushib qoldi. Men uni elib olgan edim. Yahudining musulmon bo'lganligini anglagan Ali nihoyat suyunib mundoq dedi. "Endi sen musulmon bo'lding. Bu qalqon va otmu sening bo'lsin. Buni sana berib o'tay" deb qalqonni uningga berib o'tdi. Uzun o'tmay u kishining xalifa Alining bayrog'i ostida xavorijlarga qarshi boturlarcha jang qilib shahid bo'lganligi ma'lum bo'ldi. Ulug' Alloh mundoq deydi: "Sizlar Allohning ahdisini arzimas narsaga setib o'tmanglar. Sizlar agar bilsanglar, Allohning dargohidagi savob sizlar uchun fani dunyoning narsalaridan ortiqdir." Sura Nahl 96-oyat.